Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli azizlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muhiblari, Payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'ruvchi aziz mo'min musulmon birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqlarida qancha gapirsak shuncha oz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni vasflarini tillar vasf qilib bera olmaydi. Rasulullohni maqtashlik bilan inson o'zining qadrini oshiradi. Payg'ambar alayhissalomga madh aytishlik bilan insonning, madh aytuvchining, maqtovchining qadri oshadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qadrlarini oshira olmaymiz. Dunyoda kimni maqtasangiz, inson zoti borki, o'shani qaysi birini maqtasangiz, albatta uni maqtashni oxiriga yetkaza olasiz. Kimni maqtasangiz, uni hatto mubolag'a darajada maqtay olasiz. Ya'ni o'zi loyiq bo'lgan maqtovdan ustun maqtay olasiz. Lekin birgina Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni maqtovning oxiriga yetkaza olmaysiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni har qancha maqtasangiz shuncha oz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga har qancha madh aytsak, maqtov aytsak, Rasululloh haqlarida qancha yaxshi gaplar aytsak, o'zimizni qadrimiz Allohning nazdida oshadi. Lekin Payg'ambar alayhissalomning qadrlarini oshirdik, Rasulullohni maqtab obro'larini ko'tardik deb ayta olmaymiz. Chunki Alloh taolo maqtagan zotni Allohchalik maqtay olmaymiz. Alloh taolo maqtagan Payg'ambar alayhissalomni. Bizga yetarki, u zotga loyiq ummat bo'lishga harakat qilsak, u zotni maqtab o'zimizning qadrimizni Allohning nazdida oshirsak, shuni o'zi yetadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam haqlarida yozilgan ushbu Shamoilun Nabiy kitobini o'qiyotgan edik. Ushbu kitobdan suhbat qilayotgan edik. Imom Termiziy bobomiz, Alloh rahmat qilsin, ushbu kitobni yozib, butun dunyoga, islom ummatiga taqdim qilganlar. Bu kitobni o'qigan inson Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ko'rganday bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni bu qadar daqiq, bu qadar nozik nuqtalarigacha sifatlagan bunga o'xshash boshqa kitob yo'q. Juda oz bunga o'xshash kitoblar. Shuning uchun azizlar, kim Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni shaklu shamoillari va siyratlarini tasavvur qilmoqchi bo'lsa, ushbu kitobni o'qisin, o'rgansin, Rasululloh haqida tasavvurga ega bo'lsin. Navbatdagi bob Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning soch tarashlari borasida ekan. Oldingi bobda biz Payg'ambar alayhissalomning sochlari qanday bo'lganligi haqida gapirgan edik. Sochlari uzun bo'lgani, sochlari quloqlarigacha, quloqdan pastgacha tushgani, qarib yelkalarigacha tushgani haqida aytgan edik. Bu bobda Payg'ambar alayhissalom o'sha sochlarini tarab turganlarmi, chiroyli holatda saqlab turganlarmi, bu haqida gap boradi. Chunki u zotning man kana lahu sha'run falyukrimhu, kimning sochi bo'lsa, sochga chiroyli muomala qilsin, sochini hurmat qilsin, sochini tarab yursin, chiroyli saqlab yursin degan ma'nodagi hadislari bor. Imom Termiziy aytadilarki, ushbu bobni shunday nomlaydilar: Babu ma jaa fi tarajjuli Rasulillahi sollallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning soch tarashlari haqida kelgan xabarlar bobi deydilar. Demak, tarajjul degani soch tarashlari, sochni chiroyli qilib yurishlari. Birinchi hadisda keltiryaptilar Imom Termiziy: Qala haddathana Ishaq ibn Musa al-Ansari. قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. إمام مالك'dan rivoyat qilinyapti. Imom Malik rahimahulloh Hishomdan, u kishi otalari Urvat ibn Zubayrdan, u kishi xolalari Oysha onamizdan rivoyat qilyaptilar. Oysha roziyallohu anhadan قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. Oysha onamiz aytadilar,
Men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sochlarini tarar edim. Chiroyli holatga, chiroyli suratga kiritar edim Rasulullohning sochlarini tarab. Tartiblab qo'yardim sochlarini deydilar. Va ana haid, men uzurli holatda bo'lsam ham, ya'ni ayollarning uzurli holati bo'ladi. O'sha holatda bo'lsa ham sochlarini tarar edim. Bu hadisdan ikkita dalolat, ikkita ma'no olishimiz mumkin. Juda ko'plab ma'nolari bor, lekin ikkita asosiy ma'nosi. Birinchisi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sochlari uzun bo'lgan, va sochlarini tarab yurganlar, sochlarini chiroyli qilib yurganlar. Ayollari, Oysha onamiz yoki boshqa ayollari payg'ambar alayhissalomning sochlarini tarab chiroyli qilishga yordam berganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xizmat qilganlar. Ayollar o'zlarining erlariga, o'zlarining hojalariga xizmat qilishlari kerak. Barchasi, erkak ham ayoliga xizmat qiladi o'zi aslida. An-nasu lin-nasi min badwin wa hadirah, ba'dun li ba'din va in lam yash'uru xadam deydi shoir. Ya'ni odamlar uchun ba'zilari shahardan, ba'zilari qishloqdan, ba'zilari sahrodan bo'lgan holatda odamlar o'zlari bilmasalar ham bir-biriga xizmatkor deydi, bir-biriga xizmat qilishadi. Ya'ni erkak ko'chada ishlaydi, oilasini boqishlik uchun halol mehnat qiladi, halol rizq topishlik uchun harakat qiladi. Bu o'sha oilasi uchun, ayoli uchun, farzandlari uchun xizmat. Xuddi shunday ayol ham o'z o'rnida, o'z navbatida eriga xizmat qiladi, ovqatini qiladi, farzandlarini qaraydi, farzandlarini tarbiya qiladi uyda o'tirib. Xo'p, ota-onasiga, erining ota-onasiga, endi uni ham ota-onasi bo'ldi u. Erning ota-onasi o'zining qaynota-qaynonasini xizmatini qiladi. Mana shunday bir-biriga xizmat qilib bu hayot yuradi. Payg'ambar alayhissalomning ayollari Oysha onamiz ham Rasulullohga xizmat qilardilar, hatto sochlarini tarab qo'yardilar, chiroyli qilib qo'yardilar. Demak, ayol erning libosi, er ayolning libosi. Ko'chaga chiqib ketayotgan erni chiroyli suratga kiritib qo'yish, chiroyli suratda xizmatini qilish, uni kiyimlariga, usti-boshiga, aftoangoriga e'tibor qilishlik ayollarning vazifalaridan biri hisoblanadi. Ikkinchi oladigan foydamiz ushbu hadisdan. Uzurli ayollar bu najas degani emas. Ayollarga keladigan ba'zi bir uzurli holatlar bor. Bu degani ayol uzoqlashtirilishi kerak, u holatda ayol bilan hech qanday munosabatda bo'lmaslik kerak degani emas. Ba'zi bir ahli kitoblarda shunaqa e'tiqod bor edi. Balki ayol o'shanaqa holatda bemalol ahli oilasi bilan, eri bilan ovqatlanadi, o'tiradi, turadi, sirlashadi, o'tiradi. Faqatgina ibodatlardan uzoq bo'ladi, namoz o'qimaydi, ro'za tutmaydi xolos. Xo'p, bu hadisdan demak payg'ambar alayhisalom sochlarini tarashga ruxsat berganlarini olamiz. Ikkinchi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqlarida Imom Termiziy aytadilar: "Haddathana Yusuf ibn Isa qala akhbarana Waqi'un qala akhbarana Ar-Rabi' ibn Subayh an Yazid ibn Abana huwa ar-Raqashi an Anas ibn Malik radhiyallohu anhu." Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi bu hadis. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshlarini mushka ambarlik yog' bilan yog'lashlik va boshlarini, demak sochlarini yog'lab tarardilar. U paytdagi yog' biz hozir ovqatga ishlatadigan yog'imiz emas, yog'li mushka ambarlar bo'lardi. Ya'ni xushbo'y hidli yog'li bo'lardi. O'sha bilan sochlarini tarardilar, o'zlarini badanlariga o'shandan surtardilar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng go'zal suratda yurishni, eng xushbo'y suratda yurishni yaxshi ko'rardilar. Va yuksirul qina'a hatta ka'anna thawbahu thawb zayyat. Payg'ambar alayhissalom boshlarini o'sha yog'li mushka ambar bilan taraganlaridan keyin, yog'laganlaridan keyin salla kiyishdan oldin niqob qo'yardilar boshlariga. Salla yog'li bo'lib ketmasligi uchun niqob taqib, ya'ni boshlariga bir lattani qo'yib, keyin sallani kiyar edilar. Kiyimlari payg'ambar alayhisalomning gohida
kiyimlari xuddi yog' sotuvchining kiyimiga o'xshab ba'zi joylarda yog'li o'sha mushka ambarning hidi va uning ko'rinishi, uni dog'lari bo'lardi payg'ambar alayhissalomning kiyimlarida dedilar. U dog'lar ham mushka ambarning dog'i. Payg'ambar alayhissalomni o'zlarining hidlari, hatto ter, u kishidan chiqqan terning hidi mushka ambardan xushbo'yroq edi. Shunga qaramasdan payg'ambar alayhissalom juda ko'p holatda mushka ambar sepib, surtib yurar edilar, xushbo'ylikni yaxshi ko'rardilar. Biror bir vaqtda payg'ambar alayhissalomdan xunuk, qabih hid kelmagan. Qabih hidni yoqtirmas edilar. Demak, bu yerda ham soqolni, sochni tarashlik haqida so'z ketgan. Keyingi hadisda Imom Termiziy aytadilar: "Haddathana Hannad ibn as-Sariy qala akhbarana Abu al-Ahwas an Ash'asa ibn Abi ash-Sha'tha an abihi an Masruq an Aisha radhiyallohu anha qalat." Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi bu hadis ham. Oysha onamiz aytadilar: In kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi idha tatahhar va fi tarajjulihi idha tarajjal va fi inti'alihi idha inta'al. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam deydilar Oysha onamiz. Doim o'ng tomondan boshlashni yaxshi ko'rardilar. La yuhibbu at-tayammun. O'ng tomondan boshlashni yaxshi ko'radilar. Rasulullohdan sunnat bu. Barcha yaxshi ishlarni o'ng tomondan boshlashlik. O'ng qo'l bilan yeyishlik, o'ng oyoq bilan yaxshi joylarga kirishlik. Masjid bo'ladimi, uy bo'ladimi, madrasami, birovni uyigami, boshqa joyga kirishlik o'ng oyoq bilan bo'ladi. O'ng qo'l bilan salomlashishlik va hokazo shunga o'xshash narsalar barchasi o'ng tomondan boshlashni yaxshi ko'radilar. La yuhibbu at-tayammun fi tuhurihi idza tatahhar. Poklansalar poklanishlikda, tahorat qilishlikda ham o'ng qo'ldan boshlardilar, o'ng tomondan boshlardilar. Qo'lni yuvishda o'ng qo'ldan yuvardilar, oyoqni yuvishda o'ng oyoqdan yuvardilar va hokazo. Va fi tarajjulihi idza tarajjal. Hatto sochlarini tarashlikda ham o'ng tomondan boshlab tarardilar. Bu tomonni tarab, keyin chap tomonni tarar edilar boshlashlikda. Va fi inti'alihi idza inta'al. Oyoq kiyim kiyishlikda ham o'ng oyoqdan boshlab kiyar edilar dedilar. Bizga ham, biz ummat o'laroq bu narsaga amal qilishimiz kerak. Chunki bizga payg'ambar alayhissalomning sunnatlaridir bu o'ng qo'ldan boshlash, o'ng tomondan boshlashlik. Qala haddathana Muhammad ibn Bashar qala akhbarana Yahya ibn Sa'id an Hisham ibn Hassan an al-Hasan al-Basri radiyallohu anhu an Abdullah ibn Mughaffal radiyallohu anhu qala. Sahobalardan biri Abdullah ibn Mughaffal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, naha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam anit tarajjuli illa ghibban. Bu hadis ham bir ajib hadislardan, ajoyib hadislardan biri. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam deydilar, Abdullah aytayaptilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam soch tarashlikdan qaytardilar illa g'ibban. Faqatgina vaqti bilan tarashlikka ruxsat berdilar dedilar. Ya'ni doimiy ravishda sochni tarab yurishlikdan payg'ambar alayhisalom qaytardilar dedilar. Keyingi hadis ham shu ma'noda, shuni aytib keyin uning sharhiga to'xtalamiz. Oxirgi hadisda ham qala haddathana al-Hasan ibn Arafah qala haddathana Abdussalam ibn Harb عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sahobalarini biridan Humayd ibn Abdurrahman rivoyat qilib aytayaptilarki, annan nabiyya sallallohu alayhi va sallam kana yatarajjalu ghibban. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam goh-gohida vaqti bilan sochlarini tarab turar edilar deydilar. Yuqoridagi hadisda Abdullah ibn Mughaffal rivoyat qilgan hadisda vaqti bilan tarab turish kerak, boshqa doim tarab turishlikdan payg'ambar alayhisalom sochni tarashlikdan qaytarganlar degan gap bor. Bu hadisda, keyingi hadisda esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari shunday qilardilar. Ya'ni goh-gohida sochlarini tarardilar. Bu nima degani? Bu doimiy inson o'zining tashqi zohiriy go'zalligiga mahliyo bo'lib qolmasligi kerak. Inson
ayniqsa erkak kishi doimo oynani oldida o'tirib o'zini chiroyli qilib ko'rsatishlik uchun, ko'chada chiroyli ko'rinishlik uchun ziynatiga e'tibor bermaslik kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom soch tararmidilar? Sochlarini chiroyli qilib tarar edilar. Payg'ambar alayhissalom eng xushsurat inson edilar, eng go'zal insonlardan edilar Payg'ambar alayhissalom. Lekin umrlarini, vaqtlarini o'zini chiroyli qilishlikka, o'ziga ziynat berishlikka ketkazmas edilar. Shuning uchun soch tarash kerak, lekin doimiy ravishda sochni tarab, uni chiroyli qilish kerak. Bu yeri bunday bo'lib qolibdi, bu yeri bunday bo'lib qolibdi deb zohiriga e'tibor berib, inson o'zini botinidan uzoqlashib ketmaslik kerak. Kim bir narsa bilan ko'p ovora bo'lsa, demak qalbi shunga moyil bo'ladi insonni. Qalbi moyil bo'ladi. Chiroyli bo'lishim kerak ekan deb o'ziga bir dalil topaveradi. Mana Payg'ambar alayhisalom chiroyli bo'lishga buyurganlar deb. Sochini turmaklaydi, boshqa qiladi, yuzini tozalaydi, qoshini to'g'rilaydi. Ana shunday bo'lib, keyin erkakni erkakligi qolmaydi. Erkak ayollarga o'xshagan oynani oldida mixlanib qoladi keyin. Ayollar masalan o'ziga zeb berishlik uchun, oro berishlik uchun 1 soatlab, 2 soatlab oynani oldida o'tiraveradi. Yoki maxsus joylarga borib o'zini chiroyli qilishlikka harakat qiladi. Hozir erkaklar ham shunday qilyapti. Ba'zi bir o'zini erkakman deydiganlar, o'g'il bolalar masalan sochini, mayli sochni endi pasaytirib, sochni to'g'rilash bor, lekin boshqacha holatda, bizni urf-odatimizga ham xilof, dinimizga ham xilof holatda soch turmaklash bor hozir erkaklar ichida. Yoki qoshini har xil qilib qosh terdirish bor erkaklar ichida. Alloh panoh bersin. Qoshini terdiryapti erkaklar. Bu holatlar ayanchli holatlar. Bu holatlar faqat zohiriga e'tibor berib, inson o'zligini unutishiga olib boradigan narsalar bular. Shuning uchun Payg'ambar alayhissalom inson ko'p ham o'zini zohiriga, ayniqsa erkak kishi ko'p ham o'zini tashqi ko'rinishiga, yuziga, chiroyiga e'tibor berishlikdan qaytarganlar. Erkak kishi u dunyoni boshqaradigan inson bo'ladi. Erkak kishi oilasini rahbari bo'ladi. Erkak kishi uzoqni ko'radigan, mashaqqatlarni ko'taradigan, irodali, qat'iyatli inson bo'ladi. Boshiga tushgan o'zini boshidagi tashvishni ham, oilasini tashvishini ham ko'taradigan inson bo'ladi. U oynani oldiga qarab, o'ziga oro berib, nozik bir qo'llar bilan, nozik bir yuzlar bilan ko'chaga chiqadigan inson bo'lmaydi erkak kishi. Shuning uchun Payg'ambar alayhissalom barchamizni haqiqiy mard bo'lishlikka chorlab ushbu hadislarni aytganlar. Sahobalar Payg'ambar alayhissalomdan ushbu narsalarni rivoyat qilishgan. Azizlar, Payg'ambar alayhissalom demak sochlari bo'lgan, sochlarini taraganlar, o'zlari go'zal inson bo'lganlar. Go'zallikni yomon ko'rmaganlar, xushbo'ylikni yomon ko'rmaganlar, balki bunga targ'ib qilganlar, lekin hammasini o'zini me'yorida targ'ib qilganlar. Barchamizga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashishlik nasib qilsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tushlarimizga ko'rishni, qiyomatda Payg'ambar alayhissalom bilan birga bo'lishni hammamizga Alloh oson qilsin, muvaffaq qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.